Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 2026-yil 28-fevral kuni 2-smenada tushgan milliy sertifikat savollarini tahlil qilishni boshlaymiz. Birinchi savol, mana shu ko'rinishidagi yig'indini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni toping deyilgan. Sonlar 10 gacha bo'lgan barcha raqamlari 7 dan iborat va birligida 9, 8, 7 toki 1 gacha. Yig'indini 7 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun oxirgi raqamlarni 7 ga bo'lish kifoya, chunki 10 ligidan boshqa 100 lik, 1000 lik barchasi 7 dan iborat va 7 ga bo'linadi. Birinchi sonning oxirgi raqami 9, keyingisida 8, keyingisiniki 7, 6, 5, 4, 3, 2 va 1. Bu yerda raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsak 45. 45 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq 42 si bo'linib ketib 3. 3 qoldiq qoladi javob. Keyingi savolimiz kasrdan. Berilib turgan kasrni noto'g'ri kasr qilib turib hisoblash juda ham noqulay bo'lib qoladi. Oldin mana bu ayirmadan keyingi ikkala kasrning suratiga e'tibor beramiz. 2023 ni 2025 ayru 2 desak bo'ladi. 2021 ni 2026 ayru 5 desak bo'ladi. Endi har bir kasrni butuni va kasrini alohida qo'shuv bilan ajratib yozaman. Dastlab 4 qo'shilgan 2 taqsim 2025. Keyingi kasrimiz 6 qo'shilgan 5 taqsim 2026. Ayru. Mana bu suratdagi ayirmaga 2025 ni alohida mahraj bersam, 2025 lar nisbatidan 1 chiqadi va mana bu butun qismidan 2 1 qo'shilib 3 hosil bo'ladi. Keyin suratdagi ayru o'rtaga tushib 2 taqsim 2025 hosil bo'ladi. Ko'paytirilgan. Bunisini ham xuddi shunday mahrajni ajratadigan bo'lsam 1,7 ga qo'shilib 8 bo'ladi. Keyin -5 taqsim 2026 hosil bo'ladi. Ayru 35 taqsim 2026. Qavsni ko'p xat usulida, ya'ni aritmetik ko'p xat usulida ko'paytiramiz. 6 bilan 4 ko'paytmasdan 24 keladi. Plus 5 bilan 4 bilan 5 ni ko'paytmasi 20 taqsim 2026 bo'ladi. Plus endi kasrni 6 ga ko'paytirsak 12 taqsim 2025 qo'shilgan 10 taqsim 2025 ko'paytirilgan 2026 hosil bo'ladi. Ayru. Ayrudan keyingi har bir amalni ishorasini o'zgartirib yozib ketaman. 3 8 ko'paytmasdan 24 keladi. Plus, ya'ni qavs tashqarisidagi minus 5 bilan 5 ni oldidagi, ya'ni 5 taqsim 2026 ni oldidagi minus hisobiga qo'shib bo'lib ketadi. U yerdan 15 taqsim 2026 hosil bo'ladi. Endi 2 taqsim 2025 ni oldidagi minus tashqaridagi minus bilan plus bo'ladida 8 bilan ko'paytirsak 16 taqsim 2025 bo'ladi. Oxirgi ayrular o'zaro qo'shuv bo'ladi. Qavs tashqarisidagi hisobiga yana qo'shuv bo'lib ketadi, ayru bo'lib ketadi. Uzr. Ayru 10 taqsim 2025 ko'paytirilgan 2026 bo'ladi va tashqarida 35 taqsim 2026 mavjud. Ahamiyat berib turgan bo'lsa 24 lar qarama-qarshi ishorali 0 bo'lib ketadi. 10 taqsim mana bu ko'paytma bu bilan 0 bo'lib ketadi. Endi 2026 mahrajlilarni o'zaro yig'indisi 35 taqsim bo'ladi va mana bu bilan ular 0 bo'lib ketadi. Va 2025 mahrajlilar o'zaro qo'shiladi. 28 taqsim 2025 bo'ladi. Keyingi savolimiz darajali ifoda. E'tibor berib turgan bo'lsak, hammasi manfiy daraja. Shuning uchun manfiydan qutulish uchun dastlab mahrajni suratni mahrajga olib tushamiz. 9 ning 3-darajasi ko'paytirilgan 2 ning kvadrati bo'ladi. Suratdagi -1 taqsim 2-daraja har ikkalasiga ta'sir qilganda 3 ning kvadrati ko'paytirilgan ildiz osti 2 bo'lib qoladi. Endi suratdagi 9 ni ko'pi bu 3 ning 6-darajasi bo'ladigan bo'lsa, shundan mahrajdagi 3 ning kvadrati ayriladi. Ayrilgan 2 ko'paytirilgan. Suratda 2 ning kvadrati mahrajda 2 ning ildizi. Bu degani suratda 2 ning ildiz osti 2 qoladi. Ayirmadan 3 ning 4-darajasi, ya'ni 81 chiqadi. Buni 2 ildiz osti 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 162 ildiz osti 2 hosil bo'ladi. Keyingi savolimiz irratsional ifoda. 6-darajali ildiz ostidagi 7 ildiz osti 40 ni alohida hisoblab olamiz. Dastlab
7 minus 40 ni 4 kere 10 desak 2 ildiz ostida 10 ga kelishini tushunamiz. Bu ildizni soddalashtirish xossasiga ko'ra ildiz ostida 5 ayru ildiz ostida 2 ning kvadrati. Endi ildiz ostiga aynan xuddi shuni qo'yadigan bo'lsak, 6-darajali ildiz ostida 5 minus ildiz ostida 2 ning kvadrati bo'ladi. Keyingisida ildiz ostida 3-darajali ildiz ostida 2 qo'shib ildiz ostida 5 va tashqarida 3-darajali ildiz ostida 9 ni ko'paytmas. Bu yerda aynan nimaga 5 birinchi yozilishi kerak, nimaga ikkinchi yozilishi kerak desa, mana bu yerdagi ildizimiz juft darajali. Ya'ni toq daraja bo'lganda buni ahamiyati yo'q edi. Shuning uchun plyusni ham minusni ham ikki xil holatda olish mumkin. Juft darajali ildiz bo'lganda faqat musbat chiqadi. Shuning uchun kattasi birinchi yozilishi shart. Endi kvadrat 6-daraja bilan qisqarganda 3-darajali ildiz ostidagi ildiz ostida 5 ayru ildiz ostida 2 hosil bo'ladi mana bu ildizdan. Ikkinchi ildizni o'rnini almashtirib shunga moslashtiramiz va ular darajasi teng bo'lganligi uchun bitta ildizga olishimiz mumkin. Ildizda 5 qo'shuv ildizda 2. Va shunga 9 ni ham ko'paytmoq va kirib ketishimiz mumkin. Ikkala ildizdan kvadratlar ayirmasi bo'yicha 3-darajali ildiz ostidagi 5 ayru 2, ya'ni 3 hosil bo'ladi. 9 bilan ko'paytmasi 27 va undan 3 chiqadi. Keyingi masalamiz yana ildizli ifoda. Berilib turgan mahrajga e'tibor bersak, aynan nimanidir kubiga kelishini eslatadi bu. Yoki soddalashtirish uchun 5 taqsim ikkalasini mahrajidan 2 ni qavsidan chiqarib yuborsam, bu yerda 3-darajali ildiz ostida, ya'ni 2 chiqib ketish uchun 32 ni 8 ga chiqib ketadi. U yerda demak 4 qoladi. Qo'shilgan 2 dan 1 qoladi. Plus keyingisini ham mahrajidan 2 ni chiqarib yuboraman. 2 ko'paytirilgan qilamiz. 3-darajali ildiz ostida 128 dan agar 8 chiqib ketadigan bo'lsa, u yerda 16 qoladi. Minus 32 ni yana 8 chiqib ketadigan bo'lsa, 3-darajali ildiz ostida 4 qoladi plus 1. Minus 3-darajali ildiz ostida 2. Ikkalasini ham surat va mahrajidan 5 taqsim 2 ni chiqarib yuboramiz. Shunda birinchi kasrimiz 1 taqsim 3-darajali ildiz ostida 4 qo'shilgan 1 va qo'shuv ikkinchisida 1 taqsim 3-darajali ildiz ostida 4 ning kvadrati ayrilgan 3-darajali ildiz ostida 4 qo'shuv 1 qoladi. Va ayru 3-darajali ildiz ostida 2. Qavsning ichidagi ikkalasini mahrajini o'zaro ko'paytiramiz. Surati bir-biriga o'zaro ko'payadi. Ya'ni shunda 5 taqsim 2 ko'paytirilgan umumiy kasrimiz ikkalasini ko'paytmasi, demak kublar ayirmasini eslatyapti. Kublar yig'indisini 3-darajali ildiz ostidagi 4 ning 3-darajasi qo'shilgan 1 ning kubi bo'lib qoladi. Surat esa qaychi usulda ko'paytiriladi? 3-darajali ildiz ostida 4 ning kvadrati ayrilgan 3-darajali ildiz ostida 4 qo'shuv 1 qo'shuv 3-darajali ildiz ostida 4 qo'shilgan 1 ayrilgan 3-darajali ildiz ostida 2. Mahrajda kub ildiz 3 bilan qisqarsa 1 ning kubi 1 ga teng, mahraj butunlay 5 ga teng bo'lib qoladi. O'sha 5 bilan qisqarib ketadi. Xo'p, suratidan endi mana bu 3-darajali ildiz ostidagi 4lar o'zaro 0 bo'lib ketishini hisobga olsak, teng deymiz. 3-darajali ildiz ostidagi 16 qo'shilgan 2 hosil bo'ladi. Taqsim 2 ayrilgan 3-darajali ildiz ostida 2. 16 bu 8 kere 2, demak 8 dan 2 chiqib ketadigan bo'lsa 2, 3-darajali ildiz ostida 2 qoladi. Plus 2 dan ham birgalikda 2 ni chiqarib olsak, plus 1 taqsim 2 ko'rinishga keladi. Minus 3-darajali ildiz ostida 2. Ikkilar o'zaro qisqarib ketadigan bo'lsa, 3-darajali ildiz ostida 2 qo'shilgan 1 ayrilgan 3-darajali ildiz ostida 2 keladi. Bular o'zaro 0 bo'lib ketib, natija 1 chiqadi. Keyingi savolimiz arifmetik progressiya. Hadlari mana shu qonuniyat bilan berilib turgan progressiyaning dastlabki 10 bitta hadini yig'indisini toping deyilyapti. Bizga dastlabki 10 bitta hadini yig'indisini topish uchun 6-hadini 11 ga ko'paytirish qulayroq bo'ladi. Endi 6-hadi bo'lsa nega 6 qo'yib qo'yamiz. 3/10dan 8 ayrilgan 0/10dan 7 ko'paytirilgan 6 teng bo'ladi. 3/10dan 8 ayrilgan 4/10dan 2 minus 0/10dan 4 ga teng. Demak, minus 0/10dan 4 ni
11 ga ko'paytirsak minus 4,4 hosil bo'ladi. Keyingi savolimiz geometrik progressiya. Progressiya kamayuvchi bu yerda ko'rsatib qo'ydik. Ya'ni q 1 dan kichik 0 dan katta bo'lgan holatda dastlabki 3 tasini yig'indisi 19 ga teng, kvadratlar yig'indisi 133 ga teng bo'lsa, dastlabki 5 ta hadini yig'indisini toping deyilgan. Xo'sh, bizda ikkinchi hadi birinchi va uchinchi hadlar ko'paytmasiga tengligidan mana bu 19 ga teng ifodani bunday ko'rinishga o'tkazamiz. Qo'shilgan ildiz ostida aynan birinchi va uchinchi hadlar ko'paytmasi bo'ladi. Qo'shilgan uchinchi hadni o'zi 19 ga teng. Ikkinchi berilib turgan ma'lumotni ham, ya'ni kvadratlar yig'indisida ham xuddi shunday ko'rinishga keltirsak, b1 ning kvadrati plus endi u yerda ildiz hosil bo'lmay kvadrat bilan qisqarib ketadi. b1 bilan b3 ning ko'paytmasi qo'shilgan b3 ning kvadrati teng bo'ladi 133 ga. Bu ikkita qavsga ajraydi. Xuddi mana bu birinchi ko'rinishdagi yig'indiga, ya'ni b1 qo'shilgan ildiz ostida birinchi had bilan uchinchi hadni ko'paytmasi plus uchinchi had va ikkinchi qavsi xuddi shuni ayirmasi, ya'ni ildizni oldi minus bo'lib qoladi. b1 ayrilgan ildiz ostida birinchi va uchinchi hadlar ko'paytmasi qo'shilgan uchinchi had. Shu teng 133 ga. Endi mana bu yer 9ligidan 19ligidan bo'lib yuborsak, ayirma 7 ga tengligi kelib chiqadi va mana buni ostiga olib kelib turib sistema qilamiz. Ayrilgan ildiz ostida birinchi had, ko'paytirilgan uchinchi had, qo'shilgan uchinchi had teng 7 ga. Sistemani ayirib yuboradigan bo'lsak, birinchi uchinchi hadlar qo'shuvlar yo'qolib ketadi. Mana bundan ikkita bo'lib qoladi ildiz ifodadan. Birinchi had ko'paytirilgan uchinchi had. 19 dan 7 ketadigan bo'lsa 12 ga teng. Bundan ildiz 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, birinchi uchinchi hadlar ko'paytmasi 6 ga tenglik kelib chiqadi. Bu aynan ikkinchi had. Xo'p, ikkinchi had 6 bo'ladigan bo'lsa, u holda birinchi had bilan uchinchi hadning yig'indisi 6 ni ayirishga o'tkazadigan bo'lsak, 13 ga teng bo'lib qoladi. Endi mana bu ildizli 133 ga teng bo'lgan ifodani o'rnidagi b2 ning o'rniga 6 ni borib qo'ysak, 36 bo'ladi. O'ng tomonga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, b1 ning kvadrati qo'shilgan b3 ning kvadrati teng bo'ladi. Xo'sh, 97 ga. Ya'ni 36 ayirib yuborsak. Bu ikkala ma'lumotdan progressiya kamayuvchiligidan birinchi hadimiz 9, uchinchi hadimiz 4 ga kelib chiqadi. Endi progressiya 9, 6, 4 ko'rinishda ketyapti. Keyingi hadlar har safar 3 ga bo'lib 2 ga ko'paytiryapmiz. Keyingisi 8 taqsim 3 bo'ladi. Undan keyingisi 16 taqsim 9 bo'ladi. Bizdan shularni yig'indisini so'rayapti. Buni 8 taqsim 3 ni 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, mahraj 9 surati 24 bo'ladi. 24 bilan 16 ni qo'shadigan bo'lsak, 40 bo'ladi. Bu yoqdan 19 qo'shilgan 40 taqsim 9. 40 ni tarkibidan 4 butun chiqadi 36sidan, 19 ga qo'shilib ketsa 23 bo'ladi. 9 dan 4. Keyingi masala soddalashtirish. Ushbu ko'rinib turgan ifodada belgilashlar amalga oshiramiz. 2x ayru 1 ni biz a deb belgilaymiz. Shunda 2x ni b deb belgilaydigan bo'lsak, birinchi qavsimizni, demak a ning 4-inchisi bo'lib qoladi. Minus 8 2x ko'paytirilgan 4 bo'lsa, 4 karra b ko'paytirilgan a ning kubi hosil bo'ladi bu yerdan. Plus bu yerda 2x ning kvadratini ajratadigan bo'lsak, ya'ni 4x kvadrat chiqib ketadigan bo'lsa, 6 ko'paytirilgan b ning kvadrati ko'paytirilgan a ning kvadrati hosil bo'ladi. Minus bu yoqda 2x kub bo'ladigan bo'lsa, 8x kubi chiqib ketadi, 4 qoladi. 4 karra b ning kubi a ko'rinishida plus b ning 4-inchisi bo'ladi. Bu aslida mana bu a blarni o'rnini almashtirib chiqadigan bo'lsak, ya'ni ko'paytmada o'rnini almashtirish mumkin. Almashtiradigan bo'lsak, bu yerdagi ifodamiz aynan a ayrilgan b ning kubi bo'lib qoladi. Ya'ni 4-darajasi bo'lib qoladi. Bu degani yuqoridagi belgilangan ifodalarni o'rniga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, 2x ayrilgan 1 ayrilgan 2x ning 4-darajasi bo'lib qoladi. Newton binomiy yoyilmasiga ko'ra.
2x da 0 bo'lib ketsa, minus 1 ning 4-darajasi 1 ga teng. Trigonometrik tenglama oraliqda nechta ildizga ega? Kosinus 0 ga tengligi bu pi taqsim 2 plus pi da bo'ladi. Demak, 3 pi taqsim 2 plus 2x ni teng deymiz. Pi taqsim 2 plus pi ga. 3 pi taqsim 2 o'ng tomonga qarshi o'tadigan bo'lsa, 2x teng bo'ladi minus pi plus pi. 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x teng bo'ladi minus pi taqsim 2 plus pi taqsim 2 Endi yechim sifatida uni aylanada ko'radigan bo'lsak, minus pi taqsim 2 ga har pi taqsim 2 qo'shilib ketganligi mana shu yerlarda bo'ladi. U dastlab minus pi taqsim 2 ligida bitta yechim, keyin 0 ligida, pi taqsim 2 ligida, pi ligida, keyingi aylanib kelishda 3 pi taqsim 2 ligida bo'ladi. Undan keyingisi 2 pi ligida bo'ladi. Undan keyingisi 5 pi taqsim 2 ligida bo'ladi. Jami yechimlar demak, bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta. 7ta yechimga ega. Keyingi tenglamamiz ham trigonometriyadan. Berilib turgan tenglamani mana shu oraliqda nechta ildizi bor deyilyapti. 4-darajani kvadratning kvadrati deb tushunadigan bo'lsak, sinus kvadrat x qo'shilgan kosinus kvadrat x ni qavsiga kvadratni olib turib, minus 2 sinus kvadrat x kosinus kvadrat x ko'rinishiga keltirsak, teng 1 desak bo'ladi. Qavsning ichi 1 ga tengligidan mana shu 1 bilan 0 bo'lib ketadigan bo'lsa, bu yerda minus 1 taqsim 2 sinus kvadrat 2x hosil bo'ladi, teng 0 ga. Sinus 0 ga tengligi bu 2x teng bo'ladi pi da. Bundan x ni o'zi pi taqsim 2 kaliga kelib chiqadi. Endi birlik aylanada aynan pi taqsim 2 bu koordinatasini o'sha aynan chegaralarda, ya'ni choraklarning chegarasida joylashadi. Dastlab minus 3 pi taqsim 2 ga boramiz. Minus 3 pi taqsim 2 bu yoqqa keladi. Minus 3 pi taqsim 2 ni ham qabul qilganlik uchun bu yerda birinchi yechim. Undan keyin minus pi bo'ladi. Undan keyin minus pi taqsim 2, keyin 0, keyin pi taqsim 2. Pi taqsim 2 dan keyin pi ga boramiz. Undan keyin 3 pi taqsim 2, undan keyin 2 pi ga boramiz. Undan keyin 5 pi taqsim 2 ga kelamiz. Endi yechimlar mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta. Javob 9ta. Sistemali savol. X bilan y ning ko'paytmasini toping deyilgan. Dastlab 9 bilan 27 ni 3-darajasiga keltiramiz. X ning 3y ayrilgan 4-darajasi teng 3 ning kvadratiga. X ning y qo'shilgan 1-darajasi teng 3 ning 3-darajasiga. Birinchi tenglikni har ikkala tomonini 1 taqsim 2-darajaga oshirib yuborsam, chap tomonda x ning 3y ayrilgan 4 taqsim 2-darajasi hosil bo'ladi teng 3 ga. Ikkinchi tenglikdan har ikkalasini 1 taqsim 3-darajaga oshirib yuborsam, x ning y qo'shilgan 1 taqsim 3-darajasi teng bo'ladi 3 ga. Uchlar o'zaro tengligidan x larni ham o'zaro tenglash mumkin. X ning 3y minus 4 taqsim 2-darajasi teng bo'ladi x ning y qo'shilgan 1 taqsim 3-darajasiga. X larni o'zaro qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 3y ayrilgan 4 ni 3 ga ko'paytmasi, bir yo'la proporsiya ko'paytma qilib ketamiz. 2 ni y qo'shilgan 1 ga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bundan 9y ayrilgan 12 teng bo'ladi 2y qo'shilgan 2 ga. 2y chapga o'tsa 7y qoladi. 12 o'ng tomonga qo'shib o'tadigan bo'lsa 14 ga teng. Bundan y ning 2ligini topamiz. Y 2 bo'ladigan bo'lsa, mana bu tenglikdan foydalanib qo'ya qolamiz. X ning 3 taqsim 3-darajasi 3 ga teng. Bundan x ni o'zi 3 ga tenglik kelib chiqadi, chunki daraja 1. Ikkalasini ko'paytmasi x ko'paytirilgan y 6 ga teng. Kasrli tenglama berilyapti. Tenglama nechta ildizga ega degan. Mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, bir xil. Demak, nisbat teng bo'lish uchun, 1 ga teng bo'lish uchun mana bu yer o'zaro teng bo'lishi kerak. Minus ildizdagi 5x kub minus 4x kvadrat minus 4x deymiz. Ildizda teng bo'lishi kerak. Logaritm 5x plus 1 asosga ko'ra logaritmda kvadrat bor. 5x kub ayrilgan 4x kvadrat
plus 1 ga. Yaxshilab ahamiyat beramiz. Mana bu yer 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, u holda bu yer ham 0 ga teng bo'ladi. O'zi mana bu yerga e'tibor beraylik. Logaritmda kvadrat bor ekan, bu yerda minus bor. Demak, kvadrat manfiga hech qachon teng bo'la olmaydi. Katta yoki teng 0 qilmoqchi bo'lgan taqdirimizda ham bu yer 1 ga teng bo'lish uchun x ni qabul qiladigan qiymati qaysidir qiymatlarda ham yechim chiqmaydi. Buni aynan o'sha imtihonning o'zida yechib ko'rdim. Mayda-chuyda qiymatlar chiqyapti, lekin o'zaro teng bo'lmayapti. Ya'ni aynan o'ng tomon ham, chap tomon ham bir paytda bitta sonda 0 ga teng bo'lmayapti. Yechimi mavjud emas. Yechimi yo'q. Tenglama nechta butun ildizga ega deyilyapti savolida. Demak, o'rtani avval soddalashtiramiz. 2027 faktorialni 2025 faktorial ko'paytirilgan 2026 ko'paytirilgan 2027 desak bo'ladi. Mahrajdan 2025 ni faktorialni umumiy ko'paytirib chiqaramiz. Shunda 2026 qo'shuv 1 bo'ladi. 2025 faktoriallar o'zaro qisqarib ketsa, mahrajdagi qavsning ichi 2027 ga teng, surat bilan qisqarsa 2026 hosil bo'ladi. Demak, tenglamani haqiqiy ko'rinishi x ning 4-darajasi minus 2026 ko'paytirilgan x kvadrat plus 2025 teng 0 ko'rinishda. Bundan x kvadrat teng bo'ladi 2025 ga, x kvadrat teng bo'ladi 1 ga. Birinchi tenglamadan ikkita yechim chiqadi, plus minus, ya'ni x1 2 bo'ladi, plus minus 45 ga teng. 3-4 yechimlar esa ikkinchi tenglamadan chiqadi, plus minus 1 ga teng. Jami 4 ildizi bor. Yana kasrli tenglama berilyapti. Xo'p, hammasidan suratdan x ni qavsdan chiqarib olamiz. Shunda 1 plus bo'ladi. 1 taqsim mahraj yig'indi 3 ga teng. Xo'sh, plus keyingisini mahraji 1 taqsim bo'lsa 6 ga teng bo'ladi. Keyingisiniki 1 taqsim 10 plus va hokazo. Plus eng oxirgisi 1 taqsim. Arifmetik progressiyani tasavvur qiladigan bo'lsak, birinchi va oxirgisini qo'shamiz. 4042 taqsim 2 ni ko'paytiramiz. Bu yerda 4040 bitta son bor. 4041 teng 4041 ko'rinishga keladi. Mana bu nuqtalargacha bo'lgan joydagi qismini hammasini surat mahrajini 2 ga ko'paytirib ketamiz. 2 taqsim 2 bo'ladi, plus 2 taqsim 6 plus 2 taqsim 12 plus 2 taqsim 20 plus va hokazo. Plus eng oxirgini mahrajdagini eng tepaga suratga chiqarib qo'ysak, 2 taqsim 4041 ko'paytirilgan 4042 ko'rinishiga kelib qoladi masalan. Teng 4041 ga. Xo'p, suratdan 2 ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, 2x bo'ladi. 1 taqsim 2 ni 1 kara 2 deymiz, plus 6 ni 2 kara 3 deymiz. 12 bo'lsa 3 kara 4 bo'ladi, plus va hokazo. Eng oxirgisi 1 taqsim 4041 ko'paytirilgan 4042 ga erishamiz. Shu narsa 4041 ga teng. Ko'rinib turibdi, zanjir kasriga kelib qoldi. Bu holatda 2x ko'paytirilgan bo'ladi, 1 taqsim 1, ya'ni mahrajdagi eng kichik son 1 taqsim ko'rinishda olinadi. Ayrilgan 1 taqsim mahrajdagi eng katta son 4042. Qulay hisoblash usuli shunday edi. 4041 ga teng. Qavsning ichiga umumiy mahraj beradigan bo'lsak, 2x ko'paytirilgan bo'ladi. Umumiy mahraj 4042. Proporsiya ko'paytmasidan 4042 dan 1 ayirmasi bo'lib qoladi. Surat 4041 ga teng bo'lib qoladi. Shu 4041 ga teng. Qisqarib ketadigan bo'lsa, 4042 bilan 2 qisqaradigan bo'lsa, bu yerda 2021 hosil bo'ladi. Shunda x taqsim 2021 1 ga teng. Bundan x ni o'zi ham 2021 ga tenglik kelib chiqadi. Tengsizlikni yechimi bo'ladigan butun sonlar yig'indisini toping deyilgan shart berilgan. Suratida modul bor. Demak, surat 0 ga teng bo'lmasligi kerak, shunchaki x teng emas 2 ga bo'lib qoladi, x teng emas 6 ga bo'ladi. Endi surat musbat bo'lgandan keyin mahraj ham musbat bo'lishga majbur. 18 qo'shilgan 7x ayrilgan x kvadrat katta 0 dan bo'ladi. Teng qo'ya olmaymiz chunki mahrajda. Bundan minus 1 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, x kvadrat minus 7x minus 18 kichkina 0 dan ko'rinishga kelib qoladi. Bu deganligi x'imiz kichkina 9 dan katta minus 2 dan, ya'ni ildizlar orasi bo'ladi. Bu yerdagi hamma butun sonlar minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8lar kiradi. Tepada
ikkalasini ola olmaymiz. 6 bilan 2 ni chiqarib olamiz. Bu yer 0 ga teng bo'lib qoladigan bo'lsa, qolgani 7, 14, 19, 27 ga teng bo'ladi. Hamma qanoatlantiruvchi butun sonlar yig'indisi 27 ga teng. Tengsizlikni nechta butun son qanoatlantiradi degan shart berilgan keyingi masalamizda. Birinchi qavsning ichiga e'tibor berib turgan bo'lsak, x minus 2 ning kvadrati bu. Minus 5 ildizda x minus 2 minus 6 kichik 0 dan. Endi ildizda x minus 2 ni a deb belgilab olsak, u holda bu yerda a kvadrat minus 5a minus 6 kichik 0 dan hosil bo'ladi. A ayrilgan 6 bilan a qo'shilgan bir kichik 0 dan ko'rinishga keladi. Bundan a ni o'zi kichkina 6 dan katta minus 1 danligiga erishamiz javobdan. A o'rniga x minus 2 ni qo'yadigan bo'lsak, ildizdagini x minus 2 kichkina 6 dan katta minus 1 dan. Minus 1 dan kattaligi har doim o'rinli. Ildizni ichini, ya'ni musbat son chiqishi uchun 0 dan katta yoki tengga almashtiramiz shu chap tomonni. Ildizda x minus 2 kichik 6 dan bo'ladi. Hammasini kvadratga oshirib oladigan bo'lsak, 0 kichik yoki teng x minus 2 kichik 36 ga erishamiz. 2 ni qo'shib o'tkazadigan bo'lsak, x kichkina 38 dan katta yoki teng 2 dan bo'ladi. Bunda jami 36 ta son qanoatlantiradi x ni. Nechta butun son mana shu funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli degan savol berilgan. Bu yerda aniqlanish sohasidagi sonlar logaritmning asosi 0 dan katta bo'lishi kerak. X plus 2 katta 0 dan deymiz. Asos, ya'ni logaritmning asosi 1 ga teng emas. Buni ham qo'yamiz. Kasrda x minus 2 bor ekan, bundan x minus 2 ni ham teng emas 0 ga degan shartini qo'yamiz va suratdagi ildizni ichi 0 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni 24 plus 2x minus x kvadrat katta 0 dan. Yoki teng emas shartini qo'yish yoki teng shartini qo'yishimiz bu yerda o'rinli bo'lmaydi, chunki logaritmning ichida turibdi. Endi bundan x katta minus 2 dan umumiy aniqlanish sohasi. X teng emas minus 1 ga, minus 1 ni ola olmaymiz. Keyingisidan 2 ni ola olmaymiz. Oxirgisini minus 1 ga ko'paytirib yuborsak, x kvadrat minus 2x minus 24 kichik 0 dan ko'rinishga erishamiz. Bundan x minus 6 bilan x plus 4 gacha bo'ladi. Bunda x ni 6 dan kichigu minus 4 dan kattaligi. Endi minus 4 dan 6 gacha bo'lgan sonlar minus 3 bor, minus 2 bor, minus 1 bor, 0, 1, 2, 3, 4, 5 lar. Shundan minus 2 dan kattalarini ol deyapti. Mana bu yerni ol deyapti. Mana birinchisi bo'yicha. Keyin minus 1 ni olmaymiz. 2 ni ham olmaymiz. Shunda bizda jami butun sonlar 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta bo'ladi. Javob 5 ta. Aniq integralni hisoblang deyilgan bu masalada. Aniq integral uchun ichkarisiga e'tibor beradigan bo'lsak, demak integrallanadigan funksiya bu yerda tog' funksiya. Mahrajdagi kosinus juft funksiya bo'lganligi sababli, surat tog' bo'lganligi sababli tog' funksiya hisoblanadi. Qachonki funksiya tog' funksiya hisoblansa, 2n minus 1 ko'rinishida x bo'lsa, dx ko'rinishida berilib turgan bo'lsa, integrali minus a dan a gacha bo'lsa, ya'ni aynan mana bu yer ham simmetrik bo'lishi kerak ikkalasi. Bu holatda integral 0 ga teng bo'ladi. Bizda yuqoridagi masala ham xuddi shunday. Mana bu sinus aynan tog' funksiya bo'lganligi uchun funksiya nisbat ham tog' hisoblanadi va natija 0 ga teng bo'ladi. Uzunligi 8 ga teng bo'lgan aylananing vatari 90 gradusli yoyni tortib turadi. Shu aylananing radiusini toping deyilgan. Mana bu yer radius, bu yoq ham radius. Demak, teng yorliligidan radius ildizosi 2 ga teng bo'ladi 8. Demak, r ildizosi 2 teng 8 ga bo'lsa, radiusni o'zi 4 ildizosi 2 ga teng bo'ladi. Funksiyaning 5 va 9 oraliqdagi eng katta qiymatini toping deyilgan. Bizga 2.71 ligi ma'lum. Funksiyani tekshirib ko'ramiz. X 5 ligida 3 ko'paytirilgan ning minus 2 darajasi bo'ladi. Bu deganligi 3 taqsim 2.171 ni kvadrati taxminan 7 yu 3 ga to'g'ri keladi deylik. X 6 ligida
2 ko'paytirilgan y'ning minus 1 darajasi, bu degani 2 taqsim 2,71. X teng 7ligida 1 ko'paytirilgan y'ning 0 darajasi bo'ladi, 1 ga teng. Endi x teng 8ligida 0 ko'paytirilgan y'ning 1 darajasi 0 ga teng bo'ladi. X teng 9ligida minus 1 ko'paytirilgan y'ning kvadrati, bu degani minus 2,71 ning kvadrati bo'ladi deganligi. Bu yerda eng katta qiymat 1 ga erishamiz. Boshqalari 1 ga erisha olmaydi. Ya'ni 1 dan kichik hisoblanadi. Demak, fx ning maksimum qiymati 1 ga teng. Keyingi masalamiz geometrik. Muntazam uchburchakning ichiga yana muntazam uchburchak chizilgan. ABC muntazam uchburchak. Bu yerda qolgan tomonlar y bo'lsa, mana bu f bo'ladi, bunisi d. Ana shu bo'yalgan soha, ya'ni kichkina muntazam uchburchakning yuzini toping deyilgan. Bu yerda tomonlar 2:1 nisbatda deyilgan. Demak, bu yer x bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoq 2x bo'ladi. Muntazam uchburchakligidan bu yoq ham 2x bo'lishga majbur. Mana bu burchagimiz 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu bizga to'g'ri burchakli uchburchakni anglatyapti. Ya'ni mana bu 60 ga yopishgan ikkala tomon, bittasi kichigi katet, 30 ning qarshisidagi kattasi gipotenuza bo'lib qoladi. Mana 30 gradusligini bildiradi. Demak, bu yer x ildizosi 3 ga teng. Va AB ning uzunligi 18 ga tengligi berilyapti. 3x 18 bo'ladigan bo'lsa, x ning o'zi 6 ga teng bo'ladi. Bu yerda mana bu s yuzamiz x ildizosida 3 ning kvadrati ildizosida 3 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Ya'ni muntazam uchburchak yuzasi formulasiga ko'ra. X ning o'rniga 6 qo'yadigan bo'lsak, 36 ko'paytirilgan 3 ildizosida 3 taqsim 4 bo'ladi. Qisqarib ketgandan keyin 27 ildizosida 3 ga erishamiz. Demak, bo'yalgan sohaning yuzi 27 ildizosida 3 ga teng ekan. Asoslari 3 va 9 ga teng bo'lgan, kichik yon tomoni 6 ga teng bo'lgan to'g'ri trapetsiyaning diagonallari kesishish nuqtasidan katta asosgacha bo'lgan masofani toping degan shart berilgan edi. Xo'sh, bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsak, 6 aynan balandlik ham bo'ladi. Shunda ikkala uchburchakni, ya'ni diagonallar orqali hosil bo'lgan uchburchaklarni markaz o'sha aynan kesish nuqtasi orqali balandlik tushirib yuborsak, past tomondagi balandlikni x deb, yuqoridagi balandlikni y deb belgilasak, x bilan y ning yig'indisi 6 ga teng bo'ladi. Endi uchburchaklar o'xshash, ya'ni yuqoridagi kichik uchburchak pastdagi katta uchburchakka o'xshash. Mana bu burchak alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'ladi. Bu yerda diagonallar kesishmasida hosil bo'lgan burchak teng, bu yoqdagi burchaklar ham tengligidan, demak uchburchak o'xshash. Bu holda y ning x ga nisbati 3 ni 9 ga nisbatiga teng bo'ladi. Bundan y 3 ta y bitta x ga tengligi kelib chiqadi. Yuqoridagi tenglikka x ning o'rniga 3y qo'yadigan bo'lsak, 4y 6 ga teng, y esa 1,5 ga tengligi kelib chiqadi. Bizdan diagonallar kesish nuqtasidan katta asosgacha, ya'ni x ni top degan edi. X ni o'rniga, y ni o'rniga 1,5 qo'yadigan bo'lsak, x 4,5 ga teng bo'ladi. Javob 4,5. Jami diagonallar soni 35 ta bo'lgan muntazam ko'p burchakning bir uchidan chiqqan eng uzun va eng kichik diagonal orasidagi burchakni toping degan savol bor edi yana. Xo'p, bunda diagonallar soni, ya'ni dn teng bo'lardi. O'sha burchaklar sonini n-3 ga ko'paytirib, sonidan 3 ayrilganiga ko'paytirib 2 ga bo'lishga teng edi. Mana shu tenglamani tuzamiz. n kvadrat bo'ladi, minus 3n taqsim 2 teng bo'ladi 35 ga. Ko'paytirib yuborsak, n kvadrat minus 3n teng 70 ga. Chapga o'tkazadigan bo'lsak, n kvadrat minus 3n minus 70 0 ga teng bo'ladi. Bundan n teng 10 ga, n teng minus 7 galigi. Manfiy bo'lmaydi, faqat musbat, tomonlar soni 10 ta ekan. Endi xo'p, muntazam 10 burchak bo'lsa, bitta tashqi burchagi jami burchaklar 36 gradus bo'lishligidan tashqilari bittasi 36 lik kelib chiqadi. Bundan ichkisi 144 graduslik kelib chiqadi. Endi 144 gradus bo'ladigan bo'lsa, muntazam 10 burchakni har bitta yon tomonini aylana vatari deb tushunadigan bo'lsak, 360 gradusdan har biri 36 gradusli yoyga tiralgan bo'ladi. Markazdan bu yoqqa tortib olsak, demak hozir bizda ikkita vatar tortib turibdi bo'lyapti mana shu yoyni. Demak bu yer 360 ni
10 dan 2'si 72 gradusga teng bo'ladi. Bittasi 36 gradusda olsa, 10tadan ikkitasi 72. Mana bu yer ham alfa bo'ladi. Shunda alfaning kattaligi qancha bo'ladi? 108 gradus bo'lsa 54 gradusga kelib chiqadi. Javob alfa teng 54 gradusga. Yana bir geometrik masala. Koordinatalar bilan berilgan uchburchakda AB tomoniga tushgan mediananing uzunligini toping deyilgan. Medianan D nuqtaga tushyapti deb faraz qilamiz. U yerda koordinatalar x, y va z bo'ladi. Endi mediananing uzunligi ana shu C va D koordinatalarining mos koordinatalar ayirmalari kvadratlari yig'indisiga teng edi. Hozir D nuqta AB ning o'rtasida bo'lganligi uchun x aynan x larning, ya'ni A va B ning x larini yig'indisini yarmiga teng. 3 ga minus 1 qo'shib 2 hosil bo'ladi. 2 ga bo'lsak 1 ga teng bo'ladi. Y 1 bilan 1 qo'shib 2 ga bo'lsak u ham 1 ga teng chiqadi. Z koordinatamiz 2 bilan 4 qo'shsak 6, 2 ga bo'lsak 3 ga teng. Endi bu D ning koordinatalari. Bizda mediananing uzunligi teng bo'ladi ildizda C ni 0, ya'ni x koordinatasidan mana bu D ni x koordinatasini ayirib kvadratga oshiramiz. 0 dan 1 ni ayirsak minus 1 ga teng. Minus 1 ni kvadrati 1 ga teng bo'ladi. Qo'shilgan 2 dan 1 ayirsak u ham 1 ga teng, kvadrati 1 ga teng bo'ladi. Plus 2 dan 3 ayirsak minus 1 ga teng, kvadrati 1 bo'ladi. Qo'shib qo'yadigan bo'lsak ildiz ostida 3 ga teng bo'ladi. Demak, mediana uzunligi ildiz ostida 3 ga teng. Muntazam olti burchakli piramidaning yon yoqlari asos tekisligi bilan 60 gradusli burchak tashkil qiladi. Agar piramidaning qirrasi ildiz osti 39 ga teng bo'lsa, uning hajmini toping deyilgan. Demak, hajm topamiz. Xo'p, bu yoq A bo'ladigan bo'lsa, bu yoq ham A bo'ladigan bo'lsa, bu yoq ham A bo'ladi. Demak, muntazam olti burchakligidan mana bu 60 gradus hosil qilgan qizil chizig'imiz bizda kichik diagonalga teng bo'lib qoladi. A ildiz osti 3 ga teng. Shunda apofemaning uzunligi A ildiz osti 3 ga teng va qizil chiziq bilan yon yoqni bittasini ajratib oladigan bo'lsak, bir tomonini bir yo'la. Mana bunday ko'rinishga keladi. Ya'ni yon yoq mana bu qizil chiziq bu yoqda 90 gradus bo'lsa, shunday holatda bir tomonini oladigan bo'lsak, mana bu A taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Endi apofema A ildiz osti 3 ga tengligidan, asosidagi mana kichik diagonal A ildiz osti 3 ga tengligidan apofema ham A ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu ham A ildiz osti 3 ga teng deganligi. Va gipotenuza ildiz osti 39 dagi berilyapti. Xo'sh, 3a kvadrat bo'ladi plus a kvadrat taqsim 4 teng bo'ladi 39 ga. Ko'paytirsak 13 ta a kvadrat taqsim 4 teng bo'ladi 39 ga. Bundan a kvadrat teng bo'ladi 4 suratiga ko'paytma 13 mahrajga tushsa 12 ga teng. Bundan tomonning o'zi 2 ildiz osti 3 ga tengligi kelib chiqadi. Asosni tomoni 2 ildiz osti 3 ga teng bo'lsa, asosning yuzi S asos teng bo'ladi a kvadrat ildiz osti 3 taqsim 4 dan jami 6 ta. Ya'ni muntazam uchburchaklardan jami 6 ta bo'lib qoladi. Qisqarib ketganda 3 taqsim 2 qoladi. 3 taqsim 2 ni mana buni kvadrat 12 ga ko'paytirib ildiz osti 3 ga ko'paytirishga teng. 18 ildiz osti 3 bo'ladi. Endi balandlik. Balandlik mana bu a ildiz osti 3 ga teng bo'lgan qizil chiziqdagi uchburchakning balandligi hisoblanib qoladi. O'rtasiga tushiradigan bo'lsak 90 gradus, 60 gradus, yuqori 30 gradus. Demak, a ildiz osti 3 ni yarmiga, a ildiz osti 3 taqsim 2 ga teng bo'lsa bu yog'i 60 gradusni qarshisi shundan ildiz osti 3 marta katta, chunki 30 ni qarshisidan 60 ni qarshisi ildiz osti 3 marta katta bo'lishi kerak. 3a taqsim 2 ga tenglik kelib chiqadi. H balandligimiz teng bo'ladi. 3 taqsim 2 ni a ga, ya'ni 2 ildiz 3 ga ko'paytmasi bu 3 ildiz osti 3 ga tengligi. Endi piramidaning hajmi 1 taqsim v teng bo'ladi 1 taqsim 3. Asosning yuzasi 18 ildiz osti 3 va balandlik 3 ildiz osti 3. Ildiz osti 3lar bilan 3 qisqarib ketadigan bo'lsa 54 ga teng bo'ladi piramidaning hajmi. Matematika so'zini har bir harfi alohida qog'ozga yozilgan, tavakkaliga tanlanganda m chiqish ehtimolini toping deyilgan. Bu yerda harflar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 xil imkoniyatdan
ikkitasidan m chiqadi. Bu deganligi 5 dan 1 imkoniyat deganligi. Javob 5 dan 1.